Bugungi darsimiz biz notebookga 3D font qo'yishni o'rgatib o'taman. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladigan dastur bu Lively Wallpaper. Mana birinchisi chiqdi. Ustiga bosgan holda, mana shuni ustiga bosgan zahotimizda bizga yuklab olish degan kelib chiqadi. Biz uni yuklab Download for Windows ustiga bosamiz va mana bu yerda yuklangan turadi. Yuklangandan keyin biz mana загрузкида yuklanib turadi. Yuklangandan keyin biz shuni ustiga bosamiz. Shuni ustiga bosgan holda запустить bosganimizda bizga o'sha menyu kelib chiqadi. Menyuda o'zi avtomatik yuklanishni boshlaydi. Bizga yuklangan mana shu dastur Lively Wallpapers. Mana shu ko'rib turgan fonlaringizni qo'yishingiz mumkin. Mana shularni qo'yishingiz mumkin. Ko'rib turganlaringizni. Lekin bizga bu shart emas. Biz qo'yib chiqamiz. Masalan, biz ana shuni qo'yaylik deylik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ustiga bosgan zahotimizda rang o'zgaradi. Yana boshqa font. Mana. O'zi avtomatik yozuvlar yozgan paytingiz kelib turadi. Bu ham chiroyli font. Yana bitta font bor. Meduza qimirlatib har xil joyga joylashtirsak bo'ladi. Bu ham 3D hisoblanadi. Televizor. Televizorda biz biron bir qo'shiqni qo'ysak, mana shu televizordan muzika ko'rinib turadi. Masalan, YouTubedan xohlagan ana shu qo'shiq qo'yaylik deylik. Qo'ygan zahotimizda mana shunga qarasak, mana ko'rinib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Lekin bizga bu shart emas. Mana shuni yuklab olasiz. Mana shu Lively Wallpaper dasturidan xohlagan aboylaringizni qo'yishingiz mumkin. Mana bu ham chiroyli font. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Mana bu ham uyning maketi foni. Bunga ham qo'shib qo'yganimizda mana shu televizor ishlaydi va qo'shishni ko'rsatib turadi. Mana bu narsa fon nima? Bu fon o'sha notebookning yoki kompyuterning o'sha sovutish tizimi. Bu fon ham zo'r hisoblanadi. Bizning kompyuterimizda qanaqa funksiyalari borligini ko'rsatib turadigan fon mana shu fon hisoblanadi. Mana shu fonlardan xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Fon qo'yish va notebookga fon qo'yish va uni ishlatib ko'rishdan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling.